200 ta uy uchun biz qiziqqan 700 ta klientdan hozircha pulni yig'dik. 200 ta uy uchun 700 ta klient uchun pul qo'ygan. Pul qo'ygan. Bu degani, bu ikkita zdaniyamizdan tashqari yana 28 ta zdaniyamiz bor. Qolgan 28 ta zdaniyalardan 500 ta klientimizga berishni boshlaymiz. Qoyil. O'rtoqlar, ko'pchilik hozir mavhumlik, xavotir, ikkilanish borda ko'pchilikda. Lekin mana ko'ryapsizlar, Dubayga, Birlashgan Arab Amirligining kelajagiga ishongan investorlar allaqachon bilishadi qayerga pul tikayotganini. To'g'risi kutmagandim bu darajada talab yuqori bo'lishini. Nimani evaziga bunchalik ko'p talab bo'lyapti o'ylaysiz? Aka, men hozir loyihani ko'rsataman. Loyihani ko'rib o'zingiz nimaligini bilib olasiz. Ikkita zdaniyamizda 200 ta uy beramiz ularga, birinchi 200 ta odamga, keyingi 500 ta, 600 ta odamga keyingi zdaniyalarga joylashtirib boramiz. Tushunarli. Bu yerda hozir misol uchun investor sifatida qiziqish bildirib, navbatga yozilish uchun minimum qancha pul to'lash kerak? Aka, bir xonalilar uchun 35 ming dirham, ya'ni bu 10 ming dollarga yetmagan pul bo'ladi. Ikki xonalilar uchun 70 ming dirham, bu 19 ming 20 ming dollarga yetmagan summa bo'ladi.